Davron aka, Qur'onni yodlamayman. Qur'on yodlashman niyatim bor yoki tam. Davron aka, til o'rganishman niyatim bor. Eslab qolishdan menga yordam bering, xotiramni rivojlantirishga yordam bering. Mana shunaqa niyatim bor deydigan insonlarni bitta ajoyib tomoni bor. 90-95% meni oldimga shunaqa keladigan odamlar shunaqa zaпрос bilan hali hech narsani boshlamagan bo'lishadi. Qoyil qolaman mana shu narsaga. Bor, hayratlanarli fenomen-da bu. Mana bu narsani ilmiyot o'rganib chiqish kerak men nazarimda. Hali hech narsa qilinmagan, hech narsa. Men so'rayman, nimadan boshlading? Qanday shug'ullanyapsan? Hozirgacha nima qilyapsan? Qanchasini yodlading? Yo'q, aka, hali boshlamadim deydi. Insonlarning miyasida qanaqadir deviatsiya bor, qanaqadir buzg'un fikrlash usuli bor, juda ham ajoyib. Bilasizlarmi nima? Har qanaqa narsani qayta takrorlarsiz, qayta mashq qilarsiz, o'xshab ketadi. Любой narsa o'xshaydi. Xorijiy so'zlarni yodlashmi, boshqa narsani yodlashmi farqi yo'q, ishonaveringlar. Mashqdan tashqarida muammoni hal qilib bo'lmaydi, xotiraga tegishli joylarda. Va shu narsani insonlarga hech uqtira olmayman. Odamlar o'ylaydiki, mashq menga yoqish kerak. Yo'q, mashq sizga yoqish kerak emas. Mashq sizga yoqmasa ham uni to'xtamasdan takrorlaverishingiz kerak. Shunga kuchingiz yetsa, любой narsa qo'lingizdan keladi. Sog' bo'ling, omon bo'ling, meni rivojlantiring.